Xabaringiz bo'lsa kerak, may oyining o'rtalarida Xitoyning Nanking Politexnika institutining O'zbekistondagi xalqaro hamkorlik va almashinuv boshqarmasi boshlig'i Mei Bin janoblari va Sharq zehni mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Namozov Ravshan Shafatovichlar Andijon mashinasozlik institutiga tashrif buyurgan edilar. Tashrif davomida institut faoliyati va undagi yaratilgan imkoniyatlar bilan batafsil tanishib chiqilib, kelgusida ikki oliygoh o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish rejalashtirilgan edi. Kunigacha Andijon mashinasozlik instituti hamda Xitoyning Nanking Politexnika instituti vakillari o'rtasida aynan ana shu masala bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda institut rektori Umid Turdaliyev boshchiligidagi institut jamoasi O'zbekistondagi xalqaro hamkorlik va almashinuv boshqarmasi boshlig'i Mei Bin janoblari va Sharq zehni mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Namozov Ravshan Shafatovichlar bevosita qatnashgan bo'lsalar, Xitoyning Nanking Politexnika instituti rektori Chao Shushen boshchiligidagi institut vakillari onlayn tarzda ishtirok etdilar. Muzokaralar davomida institutda Yongli texnik markazi, Luban ish ustaxonasi va Zenxi Xitoy til markazlarini ochish to'g'risidagi ikki tomonlama hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandumga asosan tashkil qilinishi rejalashtirilayotgan markazlar faoliyatiga qisqacha to'xtalib o'tsak, Yongli texnik markazida Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi ba'zi kasbiy standartlar almashinuvi dasturi asosida talabalar hamda ishchilar o'qitiladi. O'qishni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga Xitoy standartidagi kasbiy sertifikatlar beriladi. Luban ish ustaxonasida esa IT texnologiya sohasidagi ba'zi almashinuvlar amalga oshirilib, soha bo'yicha ta'lim berish rejalashtirilgan. Zenki Xitoy til markazida esa Xitoy tilini boshlang'ich bosqichidan boshlab HCK 6 darajasigacha o'qitiladi va maxsus til sertifikatlari beriladi. Ushbu oliygoh bilan kelgusida hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish kutilmoqda.